Assalomu alaykum aka. Toshkentda yashashingizga qancha ketadi? Aka bilmadim Toshkentda, men Tojikistonga. Mehmonmisiz? Xush kelibsiz. Xo'p, unda savol o'zgartiramiz. Tojikistonda bir oy yashashingizga qancha ketadi? Tojikistonda bir oy yashashga endi sizlarning pullaringizga где-то 10-15 million. 10 million sredniy olsangiz nimalarga ketadi? Sanab bera olasizmi? Endi shu yurish-turish bilmadim. Masalan, yeb icharga qancha ketadi? Где-то 4-5 million yeb ichargan maqsad bor. Yeb icharga ketadi. Benzin quyish, mashina rasxodlari Bizlarda основной hamma mashina benzinda. 92 nech pul? 92 sizlarning pullaringizga где-то 13 ming. Pashli bir xil ekan. Pul baxt olib keladimi? Bilmadim aka. Pulingiz bo'lsa bir настроениyangiz bor, bunday spokойно-da. Eng ko'p qo'lingizga ushlagan pulingiz qancha? Rossiyada ishlaganmiz. Ishonmasligi mumkin odamlar. 5 million rublgacha nima qilganman. 5 million rubl dollarda 50 ming, 60 ming dollarda. 60 ming dollar ushlagansiz. Hammasi meni pulim bo'lmagan. Bolalarning puli birga ishlaganmiz. O'sha paytda baxtliroq bo'lganmisiz yo hozir baxtliroqmisiz? Yo'q, u vaqtlar yaxshi edi. Hozir ham neplохо. Главный Toshkent yoqdimi? Toshkent ha yaxshi, zo'r. Kelganingizga rahmat aka, mehmonimiz bo'ldingiz. Sog' bo'ling. Sizga Toshkent yoqadimi?